vayron qiluvchi TNTgacha. Xo'sh, mana dinamitlarni portlatish vaqti yetib keldi va sen qayerdan kelib qolding? Negadir menga yana kimnidir eslatyapsan? Ispansni o'tarish, seni birinchi marta ko'rishim. Qarordan hammadashdan cho'g'a bularni qaranglar, qanchalik ko'p narsalar bor. Mana bu nima? Bombaga qarshi aslahalar. Ajoyib. Bugun bularni hammasini albatta sotib olishimiz kerak. Bu nima? TPS kuchsizlashtiruvchi 10 mingta blokka. Qimmat. Mana bu mana bu nol turar ekan, nima bo'lgan taqdirda ham olishimiz kerak. Cheksiz yondirgalga. Sotib olganingiz uchun rahmat. Yerda bu o'zi duel tursa. Xo'sh, bizda birinchidan 0 ta turar ekan. Yaxshi. Granata esa 5 taga. Xo'sh, bu esa 3 ta bo'ylangani birgalikda va bu oddiy tantaga o'xshatgan. Faqat kuchaytirilgan versiyasi nima bu bunchalik chiroyli? Bu tantani boshqa qaysidir o'yinda ko'rgandayman. Kim bilsa yozib qoldirsan bu yerda esa qanaqadir sariq nimadir. Nima bo'la bu? Kauchuk. Buning oldida 2000 ta blokka zaharli tanta. Yaxshi, bu vaqt tantasi. Mana bu qiziq eshitilyapti. 5000 ta blok. Bu xonada ham bo'lsa kerak. Nima bu? Nimaga buni nomi g'alati? Tushunishimcha biz buni oxirgi bo'lib portlatamiz. Bu tarafdan ko'rib chiqadigan bo'lsak, bizda bu yerda 10 ming taga nusxalanuvchi tanta. Yaxshi, va atomni 50 mingga. Bu esa qanaqadir qo'lboq 150 mingga. Ajoyib ko'rinyapti. Bu esa 200% tanta. Buni albatta portlatishimiz kerak. Qaranglar qanchalik chiroyli ko'rinyapti. Bu yerda esa bizda yana bitta ajoyib tanta. Qimmat bo'lgani sari zo'rroq bo'lib bo'laverishyapti. Bu yerda esa siyoh rangi va oxirida mana bu ustiga gold deb yozib qo'yilgan afsonaviy tanta. Uni albatta portlatish kerak. Menimcha butun galaktikani vayron qiladi. Oshirib bordik, faqat tayyoradi. Xullas eshit, biz bu safar kuch va reallikdami. Xohlasak butun olamni portlatib yuborishim mumkin, lekin maslahat bermayman. Qisqachasiga aytganda, hali yetib bormagan bo'lsa, men shunchaki bomba portlagan joylarni tekislab qo'ya olaman. Tushunarli. Xo'sh, endi biz bombalarni portlatib, bloklarni to'plab va ularga yanada kuchliroq bombalar olib, ularni ham portlatamiz. Va birinchisi bizdan 0 turar ekan. Birinchi tentadan nima ham kutish mumkin edi? Katta ehtimol bilan u juda ham kuchsiz bo'ladi. Shuning uchun cho'zilaymizda, shartni mana shu yerga yopishtiramizda, cheksiz yondirgalka orqali yoqamiz. Ajoyib ko'rinyapti yerda o'ylashganini qaranglar. Mayli yoqdik va qochdik. Meni shunchalik kuchli bo'lmaydi-ku, lekin baribir hech narsa sinmadi. Men taxmin qilgandim kuchsiz bo'lishini, lekin bunchalik. Nima bo'lganda ham bizga bitta blok qo'shildi. Bu degani esa biz yana 4 tasini portlatishimiz kerak degani. Sababi keyingi granata aynan shuncha turadi. Aytgancha meni qo'limda teleport bor, agar kim ko'rmagan bo'lsa, va u mana bunday qila oladi. Yo'q, qattan olding. Ezbarani bitirmaymizda birdaniga 5 ta sotib olamiz. Va ularni shartda portlatib yuboramiz. Qani yon. Seham. Va mendagi bloklar soni naq 4 ta, 5 ta, hattoki 6 ta bo'ldi. Bu menga aniq yetadi. Va nihoyat granatani sotib olishimiz mumkin.